Hyperscreen, Mercedes-Benz hoji aka, mana bitta 360 larni ko'rib beni ishlashini, takoy tinniq ishlab qo'yapti. Gap yo'q. Patsvetkalarini aytmaysizmi endi, takoy kosmetik qilib ishlab qo'yishgan. Hoji aka, o'zingiz xohlayotdingiz, bo'lsa shahar ichida yurishga, удобный, komfortabilniy va eng asosiysi rasxoda kamini xohlayotdingiz. Mana akam, xuddi shunaqasini olib kelib qo'ydim. Juda ham ideal holatdagi bo'lgan Nemetskiy sborka Mercedes-Benz W214Y200. Akam, bitta oldi qismini ko'rib bering. Takoy radiatorlar yonlari yonib beryapti. AMG Line, AMG diski, Continental shinalarda. Avtomobilimizda 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Juda ham bakatli komplektatsiyada. Orqa qismini aytmaysizmi? Qip-qizil AMG Mercedes-Benz logotiplari tushirilgan farlarga. Ushbu avtomobilimizni hozirgi kunda yangisini mast olib haydayman desangiz 100 mingdan balandga tushib ketasiz. Lekin biz sizga 2024-yilda ishlab chiqarilgan bor yo'g'i 3000 kilometr masofa bosib o'tgan avtomobilimizni bilasizmi nech pulga beraveramiz? 88 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Juda ham shikolat narx, hoji aka, bosib oling, shahar ichida mazza qilib yurasiz.